Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari. Simental Angus ishqibozlari, Xudo xohlasa inshaalloh bugungi olayotgan videomiz dehqon akalarimiz uchun, buqa yemlayman, daromad qilaman degan tadbirkorlarimiz uchun manfaatli bo'lsin. Mana shu buqamiz inshaalloh bugun so'yiladi hozir. Necha kilogram yuk qildi, videoni oxirida ko'rib yozib ketamiz. Hozircha kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Mana videoni boshida ko'ryapsizlar, inshaalloh taxminiy kilolarni yozib qo'yamiz kommentariyaga. Videoni oxirida esa solishtiramiz, qani kimni chamasi yaqin kelar ekan. Shved buqamiz. Qadrli obunachilar, buqamizni so'yib, tozalab bo'laklarga bo'lib oldik. Xudo xohlasa tortishni boshladik. Oldingi o'ng qo'li 56 kilo chiqyapti. Mana 56 kilogram. 56 kilogram 200 gram. Mana 53,5 kilo. Ikkinchi qo'li 53,5. Buni orqa oyog'i 39,5 kilo. 39 kilo 850. 44 kilo. Ovosimizda orqa ikkinchi soni.